Yaxshi savol, yaxshi savol. Qarab, statistikaga e'tibor berganda grijasi bor odamlar o'tirishdan bo'ladi. Ayniqsa yoshi kattaroq odamlarda, o'tirib ishlaydigan odamlarda grija chiqadi. Og'ir ishlaydiganlarda emas. Sabab nimaga? Har doim trenirovkada qon aylanish, belli atrofida ham, grija manzillarda ham qon aylanish zo'r bo'ladi, grija chiqmaydi. O'tirdingmi, belingning atrofida qon yaxshi aylanmayaptimi, значит grija bo'ladi. Endi gemoroyga keladigan bo'lsak, noto'g'ri ovqatlanib iching qotadimi? Iching qotgandan keyin qiynalasan. Ana o'sha seni gemoroyga olib keladi. Zalda kuchanganda eminni gemoroy zonalaring bilan kuchanmaysan. Kuchansang muskul zonalaring bilan kuchanasan. Lekin iching qotib qolganda haqiqatda gemoroy zonang bilan kuchanasan. Значит, yechim nima? To'g'ri ovqatlanib, dieta qilib, trenirovka qilsang hech qanaqa gemoroy bo'lmaysan. Trenirovka qilmasdan turib noto'g'ri ovqatlansang, gemoroy garant.